Men sevgan va oila qurishga tayyor bo'lgan obrazlar. Birinchisi Bom va tanlov bilan boshlanadi. U ham bo'lsa Afsungar serialidagi Artur. Ko'pchilikka Merlin yoqadi, lekin men realistikka yondashgan obrazlarni va aynan Arturni yaratgan aktyorni o'zini yaxshi ko'raman. U chunki juda ham mard, jasur va juda chiroyli. Bo'lsa Qara sevda filmidagi Amir. Nega endi Kamol emas, aynan Amir, chunki u nihonni har qanday holatda ham qabul qiladi, uni doimo sevadi va uni xarakterini doimo o'ziga pozitivniy qabul qiladi. Hattoki u boshqa bittasini sevishini bilsa-da, unga bo'lgan sevgisi aslo so'nmaydi. Bu esa haqiqiy sevgi. Uchinchisi bo'lsa, men yoshligimdan doimo yoqtirib kelgan Zorro filmidagi aktyor. Uni nafaqat o'zi, obrazi, balki hayotda ham judayam ancha vaqtgacha yaxshi ko'rib kelganman, chunki u tabiatan judayam sho'x, quvnoq, pozitiv va uddaburon. Har qanday holatda ham o'zini shimqorligi bilan yengib o'tadi. Menga esa mana shunaqangi adrenalinga boy insonlar doimo yoqqan. Oxirgisi meni birinchi sevgim desa ham bo'ladi. Bu ham bo'lsa Uch oyoqli qush filmidagi Jumong obrazi. Men katta bo'lganimda Jumonga erga tegaman derdim, yoki bo'lmasam farzandli bo'lsam ismini Jumong qo'yaman deb doimo niyat qilganman, chunki bu obraz prям menga juda ham yoqqan. Hattoki bu filmni ma'nosini birinchi, ikkinchi marta ko'rganimda ma'nosini tushunmasam ham aynan shu obraz menga juda ham yoqqanligi sababli doimo tomosha qilib kelganman.